Hi again, my dear students. With you again, your English teacher, Mumtoz Begim. Hammaga salom, aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana ingliz tili o'qituvchingiz Mumtoz Begim. O'tgan safar biz sizlar bilan nechta harflarni o'rgangan edik? Qani bir yodga olaylikchi. Juda ham to'g'ri. Ingliz tili alifbosidagi 7 ta harflarni sizlar bilan yodlab, ularga mos so'zlarni ham topib olgandik. Qani endi harflarni birma-bir takrorlab chiqamiz. Qani ketdik. A, B. Okay. C, D. Topishga harakat qiling. Juda ham yaxshi. E, F va eng oxirgi harfimiz G. Juda ham yaxshi. That's very good. Harflarni sizlar bilan yana bir bor, faqat tezroq takrorlab olamiz. Qani ketdik. A, B, C, D, E, F, G. Ortimdan G. That's very good. Endi qani tezroq aytishga urinib ko'ringchi. Men mana shundan sizni yodlaganingizni aniq, tiniq bilib olaman. Qani ketdik. Juda ham to'g'ri. Barcha harflarni to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Endi keling azizlarim, sizlar bilan shu 7 ta harfga mos siz yodlagan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Kim yaxshi va chiroyli qilib yodlagan ekan, shu narsani hozir tekshirib olaman barchangizdan. Qani? Bu qaysi so'z? To'g'ri, olma o'zbek tilida. Aha. To'ppa-to'g'ri, apple. Keyingi harfimizga, ya'ni B harfimizga mos keladigan so'z qaysi edi? Aha. Yana bir marta. Ball. That's very correct. Endi keyingi harfimiz to'g'ri C harfi va bu so'zga mos tushadigan. Aha. Aha. City. That's very good. Endi keyingi harfga o'tsak ham bo'laveradi. D harfimizga mos so'zimiz qaysi? Sevimli hayvonimiz barchamizni. Dog. That's very good. Endi keyingi harf qaysi harf edi? Qani sanaylikchi o'zi. A, B, C, D, E. Juda ham yaxshi va E harfimizga to'g'ri keladigan so'z yodlagansiz, esingizga tushiring. Aha, egg, ya'ni tuxum. Juda ham yaxshi. F harfimizga to'g'ri keladigan so'z yodlagansiz albatta. Juda ham yaxshi. Fish. Endi eng oxirgi harfimiz qaysi harf edi? Topishga urinib ko'ringchi. G harfi. That's very correct. Bu juda ham to'g'ri. Endi bu harfimizga to'g'ri keladigan so'z. Aha, juda ham yaxshi. Goat, ya'ni o'zbek tilida bu hayvonimiz echki deyiladi. Juda ham yaxshi. Barakalla azizlarim. Barchangiz so'zlarni va harflarni chiroyli qilib yodlaganingizdan juda ham xursandman. Endi bugungi darsimizni ham boshlasak bo'ladi. Taxmin qilib ko'ring, bugun sizlar bilan nechta harf o'rganamiz? Shunchaki qiziqishga. 8 ta, 9 ta, 10 tami yoki? Juda ham to'g'ri. Agar siz 9 degan bo'lsangiz, siz aniq o'rganadigan harflarimizni sonini aytdingiz. Qani bo'lmasa, boshladik. Birinchi A harfidan boshlab, keyin yangi harflarimizga ham o'tib ketsak bo'laveradi. Qani? A, B, C, D, E, F, G. Endi bu yerdan yangi harflarimizga o'tamiz. Qani? To'g'ri, bu o'zbek tilidagi H harfi, ingliz tilida esa H. Takrorlang. H. Yana bir marta. H. That's very good. We are going to continue. Biz davom etamiz. Keyingi harfimizga keldik. I.
O'zbek alifbosidagi I harfi ingliz tilida qanday aytilar ekan? I. Yana bir marta takrorlang. I. Juda ham to'g'ri. Endi mana shu harfimiz ingliz tilida J deyiladi. Takrorlang ortimdan. J. Balandroq ovozda yana bir marta. J. Juda ham yaxshi. Endi davom etamiz. Biz hozir sizlar bilan 3 ta harfni o'rganib qo'ydik deyarli. Qani takrorlab chiqamiz. H, I, J. Keyingi harfimiz Kamola ismidagi K harfi. Endi bu ingliz tilida K. Yana bir marta K. Juda ham yaxshi azizlarim. Oxirgi marotaba K. Endi yangi harfga o'tsak ham bo'laveradi. Lobar ismidagi L harfi L. Yana bir marotaba L. Juda ham yaxshi L. Endi keyingi harfga o'tamiz. To'g'ri. Ko'pchilikning ismi bu harf bilan boshlanadi. M harfi ingliz tilida M. One more time, yana bir marta M. Juda ham yaxshi. Oxirgi marotaba M. Aziz o'quvchilarim, barcha harflarni daftaringizga yozib ketish yodingizdan ko'tarilmayapti deb umid qilaman. Sizlar bilan biz harflarimizni o'rganishda davom etamiz. Oxirgi o'rgangan harfimiz M harfi edi. Endi keyingi yangi harfimiz N. Nargiza ismidagi N. Ingliz tilida esa N. Takrorlang. N. Yana bir marta N. Juda ham yaxshi. Sizlar bilan yana 2 ta yangi harfimiz qoldi. Endi bu harfimiz O. Hayron bo'lganingizda yoki xursand bo'lganingizda O deysiz, to'g'rimi? Xuddi mana shu tovushni, shu harfni talaffuz qilayotganda chiqarasiz. O. Yana bir marta O. That's very good. You are so smart. Juda ham aqllisiz. Endi keyingi harfimizga o'tamiz. Eng oxirgi harfimiz P. To'g'ri, P harfi. P. Oxirgi marta takrorlang. P. Juda ham yaxshi aziz o'quvchilarim. Endi qani keling, harflarimizni boshidan hozirgi o'rganganimizgacha nima qilamiz? Takrorlab chiqamiz. Qani ketdik. A, B, C, D, E, F, G. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan endi yangi harflarga ham yetib keldik. Ularni yaxshilab takrorlash yodingizdan ko'tarilmasin. Qani ketdik. H, I. Juda ham yaqin keldingiz. J, K, L. You are so close. M. Keyingi harfimiz M ga juda ham o'xshash, to'g'ri. N, O va eng oxirgisi P. Yangi yodlagan harflarimizni bir marotaba yana takrorlab, endi tezroq aytishga harakat qilamiz. Faster this time, guys. Bu safar tezroq. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Qani? H, I, J, K, L, M, N, O, P. Juda ham to'g'ri. Barcha harflarni tezdagina yodlab olishingizga men ishonar edim. Barchangizga barakalla azizlar. Qani endi bundan ham tezroq aytishga harakat qilamiz. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Qani?
juda ham yaxshi. Umid qilamanki, ekran ortida turib, barchangiz harflarni adashmasdan takrorladingiz azizlar. Juda ham yaxshi. My dear students, aziz o'quvchilarim, keling endi sizlar bilan yangi o'rgangan harflarimizga yap-yangi so'zlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Albatta ham o'zbek tilida, ham ingliz tilida. Qani, ketdik. Demak, birinchi o'rgangan harfimiz qaysi harf edi? Juda ham to'g'ri, H harfi. Endi bunga mos so'zni ham topamiz. Qani, nimani ko'ryapsiz? Shlyapa. Juda ham to'g'ri. Endi buni inglizcha qanday talaffuz qilamiz? Shuni aytib o'tib ketaman. Qani? Hat. Yana bir marta hat. Azizlarim, yaxshilab e'tibor bering. Biz ingliz tilida bu harfni H deganimiz bilan so'zlarda kelganda qanday talaffuz qilinar ekan? Ha, ya'ni hat. Juda ham yaxshi. Keyingi harfga o'tsak ham bo'laveradi. Keyingi harfimiz I harfi va bunga mos so'z esa o'zi nimani ko'ryapsiz rasmda? Juda ham to'g'ri, sovuqda va qordan yasalgan uy. Demak, qorli uyimizni biz ingliz tilida nima deymiz ekan? Igloo. Yana bir marta igloo. Agar bu qorli uyni siz ko'rmagan bo'lsangiz, endi ham o'zbekchasini, ham inglizchasini bilib oldingiz. Qorli uyimiz ingliz tilida igloo. Yana bir marotaba igloo. Aha, juda ham yaxshi. Endi keyingi harfimizga o'tamiz. Bu harfimiz J harfi. Juda ham to'g'ri. J harfiga mos shirindan shakar nima edi? Murabbo. Juda ham to'g'ri. Yana ko'pchilik buni rus tilida varenье deydi. Endi ingliz tilida ham o'rganib olsak, albatta zarar qilmaydi. Takrorlang ortimdan. Jam. Jam. Yana bir marta. Jam. Juda ham yaxshi. Sizlar bilan 3 ta so'zni o'rganib oldik. Endi keyingi so'zimiz K harfiga mos so'z. Bu yerda o'zi kimni ko'ryapsiz? Qirolni ko'ryapsiz. Juda ham to'g'ri. Endi bu so'zimiz ingliz tilida king deyiladi. King. Juda ham to'g'ri. Yana bir marotaba king. Aha, rahmat ortimdan takrorlayotganingiz uchun. Yangi so'zimizga o'tamiz. Bu so'zimiz L harfiga mos line. Nimani ko'ryapsiz o'zi? She'rni ko'ryapsiz, to'g'ri. Endi bu ingliz tilida hozirgina aytdim, line deyiladi. Oxirgi marta takrorlang. Line. Keyingi harfimizga o'tamiz. M, ya'ni M harfimizga to'g'ri keladigan so'zimiz kechasi chiqib turadi osmonda. Oy, juda ham to'g'ri. Ingliz tilida moon. Cho'zib aytamiz. Ortimdan takrorlang. Moon. Aha, yana bir marta moon. Juda ham to'g'ri. Endi mana bu rasmda nimani ko'ryapsiz? Juda ham to'g'ri, turli xil yong'oqlarni ko'ryapsiz. Endi buni ingliz tilida qanday bo'lishini o'rganamiz. N harfimizga tushadigan so'zimiz nuts. Yana bir marta nuts. Demak, yong'oqlar ingliz tilida nuts deyilar ekan. Nuts. Juda ham yaxshi bolajonlar. Davom etamiz. Keyingi so'zimizga keldik. Keyingi so'zimiz hamma yaxshi ko'radigan meva. Qani? To'g'ri, sitrus meva bu. Orange. Yana bir marta orange. Demak, apelsin so'zimiz ingliz tilida orange. Endi esa azizlarim, oxirgi harfimizga ham keldik. Oxirgi harfimiz P harfi edi. Bu yerda o'zi qanaqa rang ko'ryapsiz? P harfiga tushadigan, o'zbek tilida ham, ingliz tilida ham shunday ekan. Pushti, ya'ni ingliz tilida pink. Takrorlang. Pink. Juda ham yaxshi. Oxirgi marta
pink. Juda yaxshi azizlarim, endi sizlar bilan ajoyib bir o'yin o'ynaymiz. Men ekranda rasm ko'rsataman, siz esa ularni topishga harakat qilasiz. Qani, let's go. Rasmda ko'rib turgan birinchi narsangiz juda ham to'g'ri, shlyapa. Ingliz tilida esa H harfidan boshlanadi. Hat. That's very correct. Next word, keyingi so'zimiz. Rasmda nimani ko'ryapsiz? Qorli uy. Ingliz tilida esa juda ham to'g'ri, igloo deyiladi. Topolmaganlar ortimdan qaytaring. Igloo. Rahmat barchaga. Keyingi harfimizga o'tamiz. Rasmda nimani ko'ryapsiz? Murabboni. Juda ham to'g'ri. Ingliz tilida esa jam. That's very correct. Keyingi rasmga o'tamiz. Aha, qirol. Ingliz tilida toping, juda ham oson so'z. King. Barakalla. Keyingi harfimiz L harfiga mos so'z. Line. To'g'ri topdingiz. Qani keyingi rasmga ham o'tamiz. Nimani ko'ryapsiz o'zi azizlarim? Oyna. Juda ham to'g'ri. Ingliz tilida esa moon. That's great. Keyingi harf N harfi, to'g'ri. Va bunga mos so'z nuts. Sizdan aqlligi yo'q. Rahmat. Endi ikkita so'z qoldi bizda. Nimani ko'ryapsiz? Qaysi mevani ko'ryapsiz? Apelsinni. Aha, ingliz tilida orange, ya'ni O harfidan boshlanadigan so'zimiz. Va eng oxirgi qaysi rangni ko'ryapsiz? Pink. Juda ham to'g'ri. Sizlar bilan ikkinchi o'yinimizga o'tamiz. Esingizda bo'lsa, tasodifiy harflar o'yinini o'ynagan edik. Hozir ekranda qaysi harfni ko'ryapsiz? Va bu harf qanday talaffuz qilinadi? Juda ham to'g'ri. H deb talaffuz qilinadi. Keyingi harfga o'tamiz. Yaxshilab qarang. Aha, juda ham to'g'ri. K harfi. Davom etamiz. Qaysi harfni ko'ryapsiz? Yo'q. N harfi emas. Uni yonidagi harf M. Juda ham to'g'ri. Keyingi harf. Topishga harakat qiling. Eng oxirgi harfimiz edi. P harfi. That's very correct. Endi esa bizda qaysi harf? Yo'q, azizlar, o'zbek tilida I deyiladi. Ingliz tilida esa I. Rahmat barchaga, hamma to'g'ri topdi. Endi keyingi harfga o'tamiz. Qaysi harf deb o'ylaysiz? Juda ham to'g'ri, O harfi. Va bizda eng oxirgi harf. Yaxshilab qarang. Aha, N harfi. Barakalla. Azizlarim, barakalla. Ikkala o'yinni ham juda ham yaxshi o'ynab oldik birgalikda. Endi sizlar bilan o'rganish sayohatimiz tugadi. Shuning bilan biz darsimizni ajoyib va qiziqarli yangi so'zlardan tuzilgan ertak bilan tugatamiz. Qani, let's get started. Ertagimiz The Lion's Picnic, ya'ni sherning pikniki deb nomlanadi. King Lion invited his friends for a picnic under the moon. Had the rabbit brought a juicy orange. Pink the flamingo carried crunchy nuts. And a penguin arrived straight from his igloo. Qirol sher
oy nuri ostida do'stlarini piknikka taklif qildi. Qalpoq quyon suvli apelsin, pushti flamingo esa qirsillagan yong'oq olib keldi. Pingvin esa to'g'ridan to'g'ri iglusidan yetib keldi, ya'ni qorli uyidan. When a gust of wind sent the orange rolling, they chased it past palm trees, only to discover the moon was really a sleeping hippo's round belly. Kuchli shamol apelsinni aylantirib yuborgach, ular uni daraxtlar orasida quvishdi, toki oy aslida uxlayotgan begemotning katta dumaloq qorni ekanligini anglashguncha. Everyone laughed and shared their treats. King Lion roared happily. The best feats are shared with friends. Hammasi kulishdi va mevalarni ulashishdi. Qirol sher mamnuniyat bilan o'kirib, eng yaxshi ziyofat do'stlar bilan bo'lgani dedi. Mana azizlar, ajoyib ertagimizni ham eshitib oldik. Endi sizlarga yangi uyga vazifa beraman, ya'ni homework. Demak, bugungi uyga vazifamiz barcha yodlagan 9 ta harfimiz va unga mos so'zlarni ikkalasini ham birgalikda yodlab kelish. Umid qilamanki, o'tgan safargidan ko'ra yaxshiroq yodlaysiz. Keyingi safar men sizdan toki A harfidan P harfigacha barcha so'zlarni va harflarni so'rab chiqaman. Demak, shuning bilan darsimiz tamom bo'ldi. Goodbye my sweeties.